2026-жылда абитуриенттер не затларды білу керек, ата-аналар не затларға тайым болу керек. Hareket etse kuşa kiriş bemalol. Şahsiy kabinetga kirish kerakda birinchi navbatda abituriyent o'zining testda kelish vaqtini ko'rib olish kerak. Bilim baholash agentligining may.uzbmb.uz sayti orqali bemalol topshirish mumkin. Testga formada boru shart be. Kimdir romanlarga yozib kelyapti, romanni shunday deydi. Men shunday romancha sotib olganman, platочка deymiz-ku, kichkina qo'l roman. Mana shularga yozdirib kelyapti. Buni bosib berish ko'chada bemalol. Биылда Қарақалпақстанда жастарға қосымша квота беріле ме? Ota-onasining telefonidan kirganlar ham bor-da. Muzaffar aға мен қайталап оқуға тапсырғым келді. Дұрысын айтайын ба? Bu yerda maksimal ball 150 ball bo'lsa, shu 150 ballning 80%ni to'plasa bo'ladi. Сам болды екен ғой. 2026-жылда абитуриенттер не затларды білу керек, ата-аналар не затларға тайым болу керек. Қабылдау жылында қандай жаңалықтар бар? Бүгін осы сұраулар менің орта подкасттың нәубеттегі санында білім һәм мамандықты бақылау агентлігі Қарақалпақстан Республикасы бөлімі басшылығы Мұзафар Абдуллаев менен подкаст өткереміз. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Мұзафар аға, ең бастысы осындай тығыз күндерде бізге уақыт ажыратқаныңыз үшін рахмет. Һәм мен бірінші беретін сұрауым тура аурудан бастай берейік. Машқалаларға шешім беруіміз. Орта подкасттың басты миссиясы халқымызға тура түсінік беру. Биылғы абитуриентлер 2026 жыл қабыл жылында не заттарға тайым болу керек? Өткен қабыл жылдарынан биыл қандай жаңалықтар бар? 1-2 деп санап түсіндіріп берсеңіз. Ата-аналар һәм жастар үшін. Albatta, birinchi navbatda buni taklif etganingiz uchun rahmat. Endi ko'proq shu ota-onalarga, abituriyentlarga ko'proq ma'lumot yetkazishimiz kerak. Shuning uchun bizga yordam berib o'tirganingiz uchun sizlarga rahmat aytamiz. Endi agar e'tibor bersakda, oxirgi yillarda ayniqsa yoshlarga umuman bilim olaman, ta'lim olaman degan har bir fuqaroga keng imkoniyatlar yaratilishda davom etmoqda. Mana bilamiz 2019-yildan boshlab shu test sinovlarida tubdan o'zgarishlar kiritilgan bo'lsa, islohot amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunga kelganda yanada kengaydi. Masalan, oddiy narsa, maktabning bitiruvchisi o'qishni bitirmasdan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritib, Ekzaminsiz talabalikka da'vogar bo'lishi mumkin. Lekin albatta ta'lim to'g'risida qonun asosida u 11 mana shu yilni to'liq bitirish kerak. Yoki 9 yil, 2 yil qo'shib mana shu bitirish kerak. Demak, milliy sertifikatni qo'lga kiritadi, men talabalikka mana shu joyga da'vogarman deb o'tiradi. Bu juda katta yangilik. Agar e'tibor bersak, bundan tashqari xalqaro sertifikatlar bor. Mana College Board tashkiloti tomonidan amalga oshiriladigan SAT imtihonlar bor, xalqaro imtihonlar. Qadimgi SAT ekzaminlari. Uni agar undan 1200 dan undan yuqori ball olgan yoshlarimiz yoki fuqaro da'vogar grant o'ringa. Bu ham prezidentimizning alohida bildirgan shu takliflar asosida ishlab chiqildi. Bugungi kunda 1200 dan undan yuqori ballga qo'lga kiritgan har bir yoshlarimiz qaysidir bir grant o'rinni qo'shimchasiga da'vogar hisoblanadi. Demak, to'ldirib ketdik, Muzaffar aka, gapingiz to'ldi, uzr. SAT 1200 dan odan yuqori bo'lsa, o grantga talaban, biroq u ana общий grantdan o'rin olmaydi, qo'shimcha grant bo'ladi. Birovning o'rnini olmaydi. Birovning o'rnini kuydirmaydi. Albatta qo'shimcha grant. Buni e'tibor olish kerak bo'ladi. Endi bundan tashqari B2 ham ondan yuqori bo'lgan A-level sertifikatlari bor. B2 o'zimizda. Bizniki emas, bu xalqaro. A-level deb aytadi. A-level. Undan keyin 32 ball, undan yuqori bo'lgan bakalavriat, international bakalavriat sertifikatlari bor. Agar bularni qo'lga kiritsa-da, qaysidir bir abituriyentimiz, yoshlarimiz bir o'ringa, hech bo'lmasa kontrakt o'ringa da'vogar hisoblanadi. Demak, bu ham yangilik. Bu joriy o'quv yilida yangiliklar. Endi yanada bir shu yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bu yilgi o'quv yilida kambag'allar reyestriga kiritilgan oilalar farzandlari uchun qaysidir bir yo'nalishda grantda maksimal ball to'plagan abituriyentning ballining 80%ni to'plasa, u kambag'al reyestriga kirgan qo'lda sertifikat bor abituriyent grant asosida o'qishga kiradi, qo'shimcha. Juda katta narsa bu. Demak, misoli men deylik, men sotsiallik reyestriga kirgizilgan shang'aroqning prezidentiman.
һәм мен мысалы бір жөнеліске тапсырдым, мысалы КМУға тапсырдым. Мен тапсырған жөнелістегі ең жоғары бюджет балдың 80%-ні мен топласам, мен бюджетке кіремін. Қосымша бюджетке кіресіз. Қосымша бюджетке. Ода ана үлкен олымалық бюджетке тәсір етпейді. Біреудің орнын алып қоймаймын, я мен? Жоқ. Тек оқысам болды екен ғой, я? Бұл зор. Мәселен, азыр yana qo'shimcha aytsak, kimdir o'ylashi mumkin maksimal ball 189 deb. Ya mayli, 189 ball maksimal ball, lekin hamma yo'nalishda unday bo'lmaydi-da. Kimdir misol uchun 140 alуы мүмкін. Matematika yo'nalishini olamizda, matematikada maksimal ball, misol uchun matematika Qoraqalpoqcha olsak, u yerda maksimal ball 150 ball bo'lsa, shu 150 ballning 80%ni to'plasa bo'ldi. Bu abituriyent qo'shimcha grantga kiradi, lekin bu abituriyent kambag'al reyestrlar oilasiga kiritilgan bo'lishi kerak. Shuni farzandi bo'lishi kerak yoki o'ziga berilgan bo'lishi kerak. Demak, mana тест сынақлардан анағырақым дәрежеде социалласқан екен да, демек. Bu qo'shimcha imkoniyat. Bu hamma uchun, ayniqsa yoshlar uchun. Muzaffar aға, мен қайтадан оқуға тапсырғым келді, то'g'risini aytayын. Albatta, bugungi kunda buni oddiy masalan qurilayotgan maktablarga borsangiz ham shu ichkari maktabning ichiga kirsangiz qaytadan o'qisammi deb qolasiz. Өздемім Instagramda социалласқанымыз хақында, жастарға берілген имканиятлар хақында, SIT-сі болсын, басқасы болсын, сондай қылып не қыламын да, видео қыламын, информационный видеолар қыламын. Өзім расы жаңа айтқандай, өзім оқығым келіп кетеді. Азарғы жастар тек оқығысы келгенін айтса болды. Азғана харакет керек. Кетті әрекет етсе болды. Ана білім керек. Ана шу харакет етсе оқыша кіріш беймалал. Шарайтлар яратылған, бәрі шарайт бар. Енді қабыл процесіне келсек, аға. Қабыл процесінде қандай бір өзгерістер, я қосымша бір затлар кіргізіліп отыр ма? Именно 2026 жылғы қабылдау процестерінде. Енді bu takomillashtirib deyarli bo'lindi. Masalan, oldingi yillarga nisbatan qarasangiz, bir hujjat topshirishning o'zina 2 marta, 3 martalab borish kerak edi. Ruxsatnoma olish uchun alohida borish kerak edi. Hujjat kamsiz bo'lib qolsa, qo'shimcha olib berish kerak edi. Hozir u narsa yo'q. Uyda o'tirib bemalol topshirish mumkin. Onlayn. Xolasa bu nafaqat uyda. Masalan, bizga ko'p murojaatlar bo'ladi. Bu yil ko'proq Qozog'istondan bo'ldi. Men Qozog'istonda edim. Vaqtincha shu yerda yashab ishlayotirman. Men qanday topshiraman? O'xsha qanday topshiraman? Kelib o'tirish shart emas. Shu yagona interaktiv portaldan MyGovuz deb aytamiz, yoki bo'lmasam bilim baholash agentligining my.uzbmb.uz sayti orqali bemalol topshirish mumkin. Buni biz yetkazganmiz. Mana bu demak takomillashtirilgan. Keling endi, keling. Ko'p murojaat Qozog'istondan bo'lgan ekan, ya'ni Қазақстандағы жерлестеріміз тапсыруды ниет еткен екен, Өзбекстандағы жоғары оқу орындарына. Келін енді солар үшін бір не қылып кетейік? Шетелде жүрген, дей қояйық, шетелде жүрген жастарымыз масападан тұрып, аралықтан тұрып, онлайн тәрізді hujjat тапсырған екен. Енді кейінгі процесін білмей атқан болуы мүмкін. Келін соны бір адан яғаш екен 1 2 3 деп түсіндіріп беріп кетсеңіз. Juda ma'qul. To'ppa-to'g'ri. Mana kuni kecha shu Qozog'istonda yashaydan edim men. Men mana keldim. Ruxsatnomamni olmay turibman deydi. Kelib o'tirish shart emas. Ruxsatnomani olish uchun ne qilish kerak? Ruxsat masalan shu o'zining har bir abituriyentning shaxsiy kabineti bor. Ana shu shaxsiy kabinetga kirish kerakda, birinchi navbatda abituriyent o'zining testga kelish vaqtini ko'rib olish kerak. Ayrim abituriyentlarda hozir aytishim mumkin, menda 2 ta ruxsatnoma bor deb ko'p murojaatlar bo'lib turibdi. Buning birinchisi bu abituriyentlar kasbiy ijodiy imtihon deganimiz bor. Qoraqalpoqchada aytamizku o'tishlik imtihon. Ana shunga alohida ruxsatnoma chiqqan. Yanında yana testga ruxsatnomasi bor. Demak, buni o'zining shaxsiy kabinetini ko'rish kerakda, shaxsiy kabinetda mana shu men qachon borishim kerak. Ana ko'rsatib qo'yibdi o'zi. Aniq taniq ko'rsatib qo'yibdi. Kasbiy ijodiy imtihoni bor bo'lsa, mana shu vaqtda, mana shu sanada, soatda, masalan, Qoraqalpoq davlat universitetining mana shunday joyga kelishingiz kerak deb ko'rsatilgan. Yoki bo'lmasam testning sanasi bo'lsa, alohida ko'rsatilgan. Siz test sinovlarida mana shu joyga kelishingiz kerak, vaqti, soati, sanasi to'liq ko'rsatilgan. Buni ko'radi, chiqarib ola olmasa, demak, shu testdan bir kun burun yoki kasbiy ijodiy imtihondan bir kun burun kelib, bu yerda murojaat etsa, bemalol chiqarib berishimiz mumkin yoki oliy ta'limga murojaat qilsa da bo'ladi.
Мұражат дегеніңізде, бағана подкаст басыланудан алдын сөйлесіп отырғанымызда айттыңыз, 7-24 режимінде бәрібір мұражатлармен ислесіп атпыз шұқырат, бәрібір түсінбеушіліктер, түсінбеген адамдардың сұраулары болады, соған бір ітібарсыз қалдырмайық деп, қазір қанегелеріміз бүткіл команда ислесіп атар жастармен, ата-аналармен деді. Енді біз жерден мақсатымыз аға, сізге қол көмек беру, сол жұмысыңызды кіттай болса да жеңілдестіру. Сол мұражатлардан келіп шығып, сол бірінші, екінші, үшінші ең көп берілетін сұрауларды айтсаңыз, һәм осы сұрауларға, мына осы камера һәм подкасттан пайдаланып, бір жауапларынан айтып кетсеңіз. Адамдар бір-біріне жіберіп, жауапларды бір-біріне бөліссе. Doğru, juda yaxshi. Bu mana hozir ең көп беріліп жатқан сұраулар. Ko'pchilikning xabari bor, deyarli abituriyentlarning hammasining xabari bor. 5 iyundan 25 iyun aralığında hujjatlar onlayn topshirildi. Kimdir o'zining maktabına borib topshirdi, kimdir universitetlardan yoki institutlardan yordam oldi, kimdir payinet deb aytamiz, ularga bordi, kimdir uyidan hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazdi. Endi mana shu ro'yxatdan o'tkazish jarayonida endi ko'pchilik deb aytsak xatoroq bo'ladi. Ayrim abituriyentlar kimgadir yordam so'raganda do'stindan, qarindoshidan yoki bo'lmasam yana bir shu hozir aytgan ko'chadagi payinetlardan to'ldirib berish uchun, hujjat topshirish uchun. Demak, bu eng ko'p berilayotgan abituriyentlar ana shu o'zi topshirmagan abituriyentlar ko'proq murojaat etyapti. O'zi hujjatni o'zi topshirmagan, kimdir topshirib bergan bo'lgan. Demak, ular mana shu hujjat topshirish jarayoni keyingi etaplarni bilmaydi. Kutib o'tiradi. Qachon menga SMS keladi. U SMS telefonna ya bordi ya bormadi. Nega? Chunki hatto o'zining telefoni emas, ota-onasining telefonidan kirganlar ham bor-da. Ota-onasi ish bilan bo'lib, u SMSni ko'rmagan bo'lishi mumkin va boshqa. Shuning uchun abituriyentlardan eng asosiy so'raydigan narsam shu shaxsiy kabinetga kirish kerak. Shaxsiy kabinet tekshirish kerak. Iloji boricha kunda. Endi mana ko'p berilayotgan savollardan birisi abituriyent hozir aytdingiz-ku 24/7 murojaat kelib turibdi. Biz murojaatni har kuni shu murojaatlarga javob beryapmiz. Asosiy murojaatlar abituriyent aytayotgan, mening shaxsiy kabinetim qani deydi. Juda ko'p uchrashadi. Masalan, 200 ta kuniga 200 tadan yaqin murojaat bo'lsa, shuning yarmisi mana shundan iborat. Mening shaxsiy kabinetim qani? Endi shaxsiy kabinet degani bu abituriyentning o'zining telefon raqami orqali kirgan, hujjat topshirgan, shu sayt orqali hujjat topshirgan joyi shaxsiy kabinet hisoblanadi. Sayt deganimiz menga saytni ko'rsatamiz. Shu saytning ustine yozasiz. Hozir videoni to'xtatib qo'yib yozsangiz, saytning ishinde jeki kabinetingiz chiqishi shart. Jeki kabinet degan yerni bossangiz, shu yerda sizning ma'lumotlaringiz kelib chiqadi. Muzaffar ağa, so'g'an qo'shimcha yana bir instruksiya video beraylik. So videoni ham nega qo'yib qo'yamiz, bo'ladimi? Bu qayta shu videoni ko'rsa, aniqroq, tiniqroq o'zi chiqarib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Demak, shaxsiy kabinet deganimiz shu o'zining telefon raqami orqali kiritiladi. Keyin ana shu yerda yana ikkinchi bir yana ko'proq berilayotgan savol bor, shuning yonida. Albatta u narsa kerak. Men parolimni unutib qo'ydim deydi. Parolim yo'q, men qayerdan topaman deydi. Demak, bu parolni u ham ana shu hozir siz aytgan videoda ko'rsatib bergan ma'qulroq bo'ladi. Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tish 2026-2027 o'quv yili uchun ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi. Abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish Bilimni baholash agentligining may.uzbmb.uz sayti orqali amalga oshiriladi. may.uzbmb.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Dastlab ro'yxatdan o'tish oynasiga abituriyentning pasport seriyasi va raqami, shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqami, parol, takroriy parol hamda arifmetik ifodaning qiymati kiritilib, shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishga rozilik bildirgan holda ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi 5 xonali raqam dasturga kiritilib, ma'lumotlar tasdiqlanadi. Agar abituriyent may.uzbmb.uz saytidan oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa,
kirish bo'limi orqali telefon raqami, parol va arifmetik ifoda qiymatini kiritgan holda shaxsiy kabinetiga kirishi mumkin. Bundan tashqari, One ID orqali kirish imkoniyati ham mavjud. Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga qabul bo'limiga kirib, xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Abituriyentning doimiy yashash manzili Ichki ishlar vazirligining manzil axborot tizimidan olinadi. Agar abituriyentning doimiy yashash manzili avtomatik ravishda shakllanmasa, mazkur ma'lumotlar abituriyent tomonidan to'ldiriladi. Tugatgan ta'lim muassasasi oynasidan abituriyent tamomlagan ta'lim muassasasi joylashgan hudud, muassasasi turi va nomi hamda tugatgan yili tanlanib, hujjat seriyasi va raqami yoziladi. Agar abituriyentning tugatgan ta'lim muassasasi dasturda mavjud bo'lmasa, muassasa turidan boshqa o'quv yurti tanlanib, muassasa nomi yozma kiritiladi. Bunda joriy yil bitiruvchilari tugatgan ta'lim muassasasi bo'yicha ma'lumotlarni kiritmaydi. Ularning ma'lumotlari tegishli vazirlik va idoralardan real vaqt rejimida olinadi. Agar abituriyentda umumta'lim fanlaridan milliy sertifikat mavjud bo'lsa, sertifikatdan foydalanishni tasdiqlashi yoki rad etishi lozim. Bunda umumta'lim fanlaridan maksimal ball beruvchi sertifikat ma'lumotlari avtomatik shakllanadi. Abituriyentda chet tilidan B1 darajadagi milliy sertifikat mavjud bo'lganda, sertifikatdan foydalanishni tasdiqlashi yoki rad etishi lozim. Chet tilidan B2 va undan yuqori darajadagi milliy sertifikat ma'lumotlari avtomatik ravishda shakllanadi. Abituriyentda chet tilidan yoki umumta'lim fanlaridan xalqaro sertifikat mavjud bo'lsa, xalqaro sertifikatlar bo'limida sertifikat ma'lumotlari kiritiladi. Abituriyentda boshqa turdagi imtiyozlar mavjud bo'lsa, bu imtiyozlar tegishli vazirlik va idoralardan olingan ma'lumotlar asosida avtomatik to'ldiriladi. Agar imtiyozlar bo'limida abituriyentning imtiyozi chiqmasa, abituriyent imtiyozni taqdim etgan vazirlik va idoraga murojaat qilishi lozim. Ariza topshirish bo'limida oferta bilan tanishib, tasdiqlagandan so'ng test topshirish hududi va ta'lim tili tanlanadi. So'ngra test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi tanlanadi. Agar abituriyent tanlagan fanlar majmuasida chet tili mavjud bo'lsa, tegishli chet tili ham tanlanishi lozim. Agar abituriyent tanlagan fanlar majmuasida kasbiy ijodiy imtihon mavjud bo'lsa, kasbiy ijodiy imtihon topshirish uchun abituriyent o'ziga qulay bo'lgan oliy ta'lim tashkilotini tanlaydi. Fanlar majmuasi tanlangandan so'ng, ushbu fanlar majmuasiga mos ta'lim yo'nalishlari ro'yxati bilan tanishish mumkin. Saqlash tugmasi bosilgandan so'ng, ma'lumotlarni tasdiqlash uchun abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi kodni dasturga kiritish orqali ma'lumotlar tasdiqlanadi. Ma'lumotlar tasdiqlangandan so'ng, abituriyent qayd varaqasi shakllanadi. Qayd varaqada abituriyentning shaxsiy ma'lumotlari, imtihon ma'lumotlari, imtiyozlari, abituriyentlarga eslatma va abituriyent ro'yxatga olingan vaqt aks etgan bo'ladi. Yuklab olish tugmasi orqali abituriyent qayd varaqasini yuklab olishi mumkin. Abituriyentlar ro'yxatdan o'tish muddati tugagunga qadar o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari va qayd varaqasini qayta yuklab olishlari mumkin. Qayd varaqasida test sinovi uchun to'lovni amalga oshirishi kerak bo'lgan abituriyentlarga invoice hosil bo'ladi. To'lovni amalga oshirish bilan ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi yakunlanadi. To'lovni elektron to'lov tizimlari yoki bank kassalari orqali amalga oshirish mumkin. Bunda nogironligi bo'lgan shaxslar, to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar, ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida ro'yxatga olingan shaxslar va ularning farzandlari, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar va ta'lim muassasalarini joriy yilda tugatgan abituriyentlardan to'lov undirilmaydi. Ushbu toifadagi abituriyentlar uchun invoice shakllantirilmaydi. Diqqat! Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga kirish test sinovlari to'liq yakunlangandan so'ng, abituriyentlar 15 kun ichida oliy ta'lim tashkiloti, ta'lim yo'nalishi, ta'lim shakli va tanlov ustuvorligini tanlashi lozim. Sizga test sinovlarida muvaffaqiyat tilaymiz. Егер abituriyentlar parolingizda shaxsiy kabinetingizning, jeki kabinetingizning parolni unutib qo'ygan bo'lsangiz, ne qiluvingiz kerak? Demak, uni parolni endi baribir parolni tiklash qiyin, shuning uchun parolni o'zgartirish kerak bo'ladi. Mana shu yerda parolni o'zgartirish degan joy bor. Shu parolni o'zgartirish joyina kirib, qayta parol qo'yish kerakda, u parolni imkon darajasida qog'ozga boshqa narsaga yozib qo'ymasdan, telefonning o'zini yozib qo'ysa ko'proq saqlanib qoladi. Undan keyingisi ko'proq abituriyentlar ruxsatnomani
chiqarib olishdi, skachat etib ololmayman deydi. Men Yüklep yuklab ololmayman. ololmayman deb turibdi. Mana shu yuklab olishni o'rgating deydi. Bu ham ana shu videoda bor. Demak, endi eng asosiysi, abituriyentga eng asosiysi shu ruxsatnomani olib test kunini bilib qo'yish kerak. Agar ruxsatnoma chiqara olmasa-da, test kunini, vaqtini, sanasi, vaqti, smenasi. Ana shuni bilib qo'yish kerak hech bo'lmaganda. Sababi biz mana har yili ko'ramiz, abituriyentlar ko'proq esidan chiqarib qo'yadi, ko'rishdi, kecha o'tib ketibdi deb keladi, oldingi kuni o'tib ketibdi deb keladi. Bu abituriyent uchun hech qanday imkoniyat yaratmaydi. Bo'ldi. Abituriyentga usti yo'l kuydi. Tamam. Chunki shu sana, shu vaqt, shu smenadan boshqa kuni abituriyent test sinovlarida qatnashishga yo'l qo'yilmaydi. Mana shu narsa bor. Nega? Chunki har bir abituriyent uchun shaxsan test materiallari kelgan bo'ladi. Uning nomiga kelgan bo'ladi. Shuning uchun ertangi kuni yoki bo'lmasam keyingi kuni biz qaysidir bir boshqa kelmay qolgan abituriyentning beradigan bo'lsak, u bunga emas, o'sha abituriyentga chiqadi. Kelmay qolgan abituriyentga chiqadi natijasi. Mana shuni hisobga olib turib, abituriyent o'zining hech bo'lmaganda test kunini bilib olish kerak. Kuni, sanasini bilib olish kerak bo'ladi. Endi test kuni, sanasi deb atarsiz, vaqti. Hozir sotsial tarmoqlarda ko'p so'rovlar bo'layotir. Uni ma'gan 2 время ko'rsatilgan, 2 xil vaqt ko'rsatilgan degan. So'g'adan bir javob bersangiz, nega shu 2 vaqt ko'rsatilgan? Buni yuqorida da aytib ketdim. Bugungi kunda abituriyentda kimda kasbiy ijodiy imtihon topshirish uchun shu yo'nalishni belgilagan bo'lsa, ular uchun gana ruxsatnoma 2 marta chiqadi. Nega? Sababi kasbiy ijodiy imtihon vaqti boshqa, test vaqti boshqa. Buni nega deganda, o'zi bilamiz, ko'pchilik bilsa kerak, 5 fandan test topshiradi. 5 ta fan bo'ladi. Bu ixtisoslik qaniylik deb aytamiz, birinchisi shu, u 2 ta fan bo'ladi bu yerda. Ixtisoslik 2 ta fan bo'ladi va majburiy fan bo'ladi. Ana shu ikkisi. Demak, ixtisoslik fanlar kasbiy ijodiy imtihon bo'lsa, bu ana shu oliy ta'limning 2 ta fani bo'ladi. Qaysi bir 2 ta fanda ular belgilaydi. Uning ruxsatnomasi alohida bo'ladi. Unga kirib chiqdim men, demak shu ruxsatnoma bilan keyingi testga kiraman deb o'ylab qolmaslik kerak. Uning uchun boshqa ruxsatnomasi bor. Demak, ko'pchilik so'rov berayotirda, ruxsatnomalar chiqdi, biroq niye o'sha soatlar biri 6:30, biri 1:30 deb ko'pchilik Instagramga yozgan ekan, so'rovlarni berib boshlab Endi bu hozir buni boshqacharoq tushuntirish mumkin. Demak, bu birinchisi ketdi. Kasbiy ijodiy imtihon bo'yicha. Endi lekin bir odamda 2 ta, masalan, test ruxsatnomasi bo'lsa, 2 ta vaqt ko'rsatilmaydi. Masalan, mening ruxsatnomam bilan sizning ruxsatnomangiz bo'lsa, ikkimizga 2 xil bo'lishi mumkin. Kimgadir soat 6:30da yoki 7 ni ko'rsatib qo'yadi, bu birinchi smena uchun, kimgadir 13:30 da ko'rsatib qo'yadi. Bu ikkinchi smena uchun. Shunday bo'lishi mumkin. Agar bir odamda 2 ta ruxsatnoma bo'lsa, 2 ta vaqt ko'rsatilib qo'ygan bo'lsa, demak bu kasbiy ijodiy imtihonning ruxsatnomasi va testning ruxsatnomasi bo'ladi. Testga bo'lak, kasbiy o'rgatuvchilikka bo'lak. Keyingi Instagramdan kelgan so'rov qarang. Endi yoshlarning so'rovida testga formada boruv shartmi debdi. Bu savol ham hozir o'zi aytmay o'tib ketib edim. Mana hozir biz 24:07da juda ko'p ana shunday savol. Bir narsani bilish kerak. Birinchi navbatda madaniyat baribir. Rasmiy tadbir, davlatning rasmiy tadbiri. Bu nafaqat bizda, xohlagan masalan Xitoyni ko'rasizlarmi, o'zimizga yaqin bo'lgan Turkiyani ko'ramizmi, boshqa joylarda ko'ramizmi? Rasmiy tadbirga rasmiyroq kiyinib kelgan ma'qul bo'ladi. Baribir odamning o'zining madaniyati, undan tashqari masalan ota-onasining tarbiyasi, o'zining madaniyati. Birinchi navbatda albatta shu tarbiya. Men ikkinchidan deb o'ylayman, boshqalarda chalg'itpov shunda bir juda bir ashq sashiq emas. Endi kun issiqligidan kelib chiqqan joyda yengildi, biroq biz hatto Shuhrat, bilasizmi, shu yerda men endi so'zingizni bo'ldim. Hatto biz mana shu tadbirlarga hozir bugungi kunda shunday ne deymiz, mayka deymizmi, futbolkalar bor. Futbolkalarning hammasi orqasi, oldi hammasi yozuv bo'ladi. Inglizcha yozuv bo'lsin yoki boshqa yozuv bo'lsin, kirita olmaymiz. Nega? Chunki mana yil davomida ko'rib kelyapmiz, u yashiradigan narsasi yo'q. Abituriyent shpargalka sifatida tayyorlab kelyapti. To'xtang. Soni
кеңлеп етіп ашың. Демек мен азыр футболкада барсам тестке мен кіргізілмеймін, Я футболкада келгенде футболкаларда шундай язулар бар, инглизче язулар бар, көп язулар түшірілген футболкалар бар. Арқа тарапқа түшіреді, мына шөрлерге түшіреді, футболкаларда инглизче язулар бар. Бұл қайсыдыр бір абитуриентті чалғытады, сіз айтқандай. Яки болмасам қайсыдыр абитуриентке бір тестті ішташ үшін қошымша шпаргалка сыпатында пайдаланыш мүмкін. Неге біз бұны мына ақырғы бір ел давамында фақат şu narsalarды o'rganyapmiz да. Чүнки абитуриент шуңа тәр болып келепті. Кімдір ромаларға жазып келепті, ромалым өзі шундай дейді. Мен шундай ромалча сатып алғам, платочка дейміз ғой, кішкене, қол ромал. Мына шуларға яздырып келепті. Бұны басып беріш көшеде бемалал. Басып береді. Демек, мына şu narsalardan сәл читрақта болуш керек. Әлбәттә, бұндай нәрсе болса біз кірте алмаймыз. Азыр нуларды күтпейік, сыра сүйіріне өтіп кете қояқ. Не затларды кіргізе алмайды абитуриентлер. Абсолютно. Жақсы болды футболкадан бастағаныңыз. Бір нәрсені біліш керек абитуриент. Тест сынауларыға абитуриенттің қолында ikkita гана hujjat болады. Birinchisi o'zining shaxsini tasdiqlovchi ID karta yoki bo'lmasam biometrik pasporti. Bu biometrik pasport deganda chetga chiqish pasporti ham, xorijga chiqish pasporti ham bo'ladi, muammosi yo'q uning. Ikkinchisi ruxsatnoma. Mana shu ikkita narsadan boshqa hech narsa mumkin emas. Demek, hurmetli ата-аналар һәм жаслар, перзентіңіз, жаслардың қолында демек екі hujjat болу керек екен. Біріншісі паспорт болу шарт. Паспорт дегеніміз қалесеңіз ID карта, қалесеңіз көк паспорт, қалесеңіз қызыл паспорт. Одан кейін рұқсатнама болу шарт. Мәжбүри. Электронный деген зат болмайды, тек физический болу шарт. Топ-тоғры. Бір-біріңізге тарқатып қойым. Ondan ташқары көпчілік мына паспортым жоғалтып алдым дейді. Бұл тезде мына шу өзіге жақын болған, өзінің тұратын жеріндегі, енді өзіміздің тілде айтқанда паспорт стол дейміз, паспорт столға мұражат етіш керек. Паспорт стол меніңше бір күнде шығарып береді. Егер паспортын жойтып алған болса. Жойтып алған болушы мүмкін. Бұңа қошымша форма 9 дейміз, яки форма 1 вақытыншалық болмайды. Вақытыншалған болмайды. Тек паспорттың өзі болады. Әне ата-аналар, қараңыз жастар. Паспорттың өзі болмаса болмайды. Ол вақытыншалық паспортпен, орынды басушы затпенен. Кейін біреулер және сорайдағы кешіресіз, кәміз төлдім. Паспорт емес, хайдаушылық гуалығымен барып жатыр біреулер. Doğru. Енді хайдаушылық гуахнамасы бұл har yili bizda mana ko'pchilik biladi, davlat komissiyasi deymiz. Ta'lim tashkilotlariga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasi har yili ish olib boradi. Tarkibi katta, endi uning 20 dan ziyod tarkibda bo'ladi. Bularning protokoli bor, bayonnomasi chiqadi. Ana shu bayonnomada aniq ko'rsatiladi. Lekin ana shu haydovchilik guvohnomasi hozirgi yangi formadagi haydovchilik guvohnomasi mana oxirgi yillarda bilasiz, bu o'tadi, pasportning o'rnini bosadi. Lekin bu qo'shimcha ma'lumot berishimiz kerak, sababi bayonnomada tasdiqlanib chiqish kerak bo'ladi. Buni qo'shimcha обязательно bildiramiz buni. Qo'shimcha және aytiladi. Демек, орта подкасттың Instagramында, мен Instagramда күзетіп барасыз. Бұл бойынша, құда қалесе, Мұзафараға қосымша маълымат береді. Айдаушылық гуалықпен тестке кірсек, бола ма, болмай ма, қосымша маълымат айтамыз. Тест басыларманы деген шекен. Әлбәттә. Және де сұраулар керек. Математик абитуриенттерден кепті дағы. Калькулятор, таблица беріле ме депті. Әлбәттә, бұл математиклар көпірек сұрайды. Математик формулалар білім бақылаш агентлігі тамағынан беріледі. Математик формула. Бізден беріледіген өзі материалдар бар, көпірек анық фәнлерге, табиғи фәнлерге. Мәселен, химиядан Менделеев жадвал деп айтамыз, бұл беріледі, фақат біз тамағынан беріледі. Базардан сатып алып, мен өзімдікін алып кіремін деген нәрсе болмайды. Математик формула ва физик катталықтар формуласы беріледі. Әлбәттә, біз тамағынан, білімін бақылаш агентлігі тамағынан абитуриентке беріледі. Абитуриент тамағынан алып келішке yol қойылмайды. Лекін калькуляторға хожат жоқ. Бүгінгі күнде, мына Өзбекстанда, республикамызда, мына шу али тәлімге кіріш имтиханлары болады ма, яки болмасам лицейлерге кіріш имтиханы болады ма, бұңа калькуляторға ихтияж жоқ. Калькуляторға мүмкін емес. Түсінікті. Бір затта өзім пікірімді айтып кетейінші. Сонда баяғыларда біздер тапсырған уақытта таблица, Менделеев таблицасы өзіміз еслеп, есімізде тұру керек еді. Сонда аз тайын қолымызға бересіз бе? Таяр қолына беріледі. Демек, бұл абитуриент үшін менімше кәтті имканият бұл. Биыл жастар, сіздер ең бақытты жастарсыздар ма дедім?
қолыңызға тайын етіп беріп отқан екен. Мен таярланған кезде тусын айтайын ба? Бейшаралар химия жөнелісіне таярланған абитуриент, жора жолдастарым жатып алып жадылайтын еді ал. Есіне шығып кете береді. Ес сат берен деп үлеп қоюдың ілажы жоқ та, қыстырып қоюдың ілажы жоқ біреуге. Яқшы, кейінгі абитуриентіміздің сұрауы. Биылда Қарақалпақстанлы жастарға қосымша квота беріле ме? Әлбәттә, енді бұл көпшілікке қызық. Мұхтарам президентіміздің мына 2022 жылғы 210 саны фарманы бар. Қарақалпақстан үшін арнаулы шығарылған. Яшьлар үшін, фақат Қарақалпақстанлы яшьлар үшін мына шу juda katta imkoniyat. 2022-23 o'quv yilida 500 nafar Qoraqalpog'istonlik yoshlar o'qishga kira olmay qolgan. Shuni bilish kerak, o'qishga tavsiya etilmagan. Umuman yo grant bo'lsin yoki kontrakt bo'lsin, tavsiya etilmagan abituriyentlar uchun qo'shimcha 500 o'rin ajratilgan bo'lsa, undan keyingi yillarda 6500 abituriyentlar uchun talabalikka tavsiya etish belgilandi. Bu narsa albatta joriy o'quv yilida 26-27 o'quv yili deb aytamiz. Mana shunda da ko'zda tutilgan. Ya'ni 6500 nafar abituriyentga qo'shimcha kirish imkoniyati bor. Demek 6500 dana Qoraqalpog'istonli yoshlarimiz uchun kvota biylda bor, xudo qalasa. Endi bu yerga yana qo'shimcha aytib o'tish kerak. Qoraqalpog'istonli yoshlar uchun nafaqat ana shu. Bundan tashqari o'tgan yili 25-yil, agar adashmasam 14-avgust bo'lsa kerak, 248-sonli qaror qabul qilindi. PQ 248, uni ochib ko'rish mumkin, bilasiz, ochiq. Lexus orqali topsa bo'ladi. Bunda abituriyentlar uchun yana qo'shimcha imkoniyat, 500 nafar abituriyent qo'shimcha grantga kiradi. U grant uchunmi? Bu grant bu. Bu boshqa narsa. Ona 6500 dan tashqari. 6500 bөлек Қарақалпақстанлы абитуриенттер үшін квота. Bu to'lov kontrakt asosida u. Kontrakt тикарында. 500 dana bu grant uchun. Grant uchun. Qoraqalpog'istonlik yoshlar. Faqat Qoraqalpog'istonlik yoshlar uchun. Yoshlar tek o'qisangiz bo'lgan ekan ey. Shuhratjon, bu yerda yana bir narsani aytish kerak bo'ladi. Undan tashqari yana bir imkoniyat bor. Bu aynan shu qarorda ko'rsatilgan. Endi abituriyent bularga da agar imkoniyatni sinab ko'rib kira olmasa, undan tashqari respublikamizdagi nodavlat xorijiy davlatlarning filiallarining oliy ta'lim muassasalari bor. Ana shunga yana qo'shimcha 200 ta o'rin ajratilgan. Grant bu ham. Alın kerak bo'lsa. Demak, bundan foydalanmasa endi abituriyentning o'zining nesi bo'lsa kerak. Endi qo'ya qo'ying deydi u. Yalqovlik bo'lsa kerak, unda endi harakat eta olmasa. Da, u ketdi. Aytaman, tek qaliyuding o'zi yetkilmaymishi. Qaliyuding o'zi qilish kerak, to'g'ri. Shu yaxshilab ichidan mana shu niyat etish kerak. Yanında qo'shimcha bilim, ozgina bilim kerak albatta. Albatta. Niyat yaxshi bo'lsa, bilim bo'lsa, bizning abituriyentlarimiz uchun juda katta imkoniyat. Yaxshi. Menimcha ko'pchilik ota-onalar yoshlar menga yozib yurib edingiz. Qoraqalpog'istonlik yoshlarga kvota bormi deb. Endi so 6500 aljaspasam, agar aljasgan bo'lsam, turlab ketsangiz saga. 6500 kvota бұл Қарақалпақстандағы емес, viloyatlarda o'qib atgan Qoraqalpog'istonli yoshlar uchun viloyatlarda o'qiytin degan jeri bor, ya? Shundaymi? Albatta, buning uchun bir to'ldirib ketsangiz. Bo'lamiz, biz baribir ustun aytib o'tib ketdik-ku. Albatta, bu hozirgi biz aytgan narsalarning hammasi Qoraqalpog'istonda doimiy yashaydigan abituriyentlar uchun. Bir narsani bilish kerak abituriyent. Oxirgi yillarda endi ko'p, har xil harakat etib o'tirganlar ko'p. Doimiy Qoraqalpog'istonda yashash kerak. Ta'lim muassasasi shu yerda bitirgan bo'lish kerak. Ayrim abituriyentlar, endi ayrim deb aytib o'tirganim ko'p emas bular. To'g'ri, Qoraqalpog'istonlik, lekin bu abituriyent oxirgi yillarda boshqa viloyatda yoki bo'lmasam boshqa shaharda, masalan Toshkent shahrida o'qib o'tirganlar ko'p. Xorazm, Urganchda o'qib o'tirganlar ko'pda, bir qaysidir bir litseyga kirgan yoki boshqa narsaga kirgan, bularga ta'sir etmaydi. Ya'ni bu bilish kerak, Qoraqalpog'istonda doim yashovchi va shu yerdagi ta'lim muassasasini bitirgan bo'lish kerak. Ana shunda bu imtiyozdan foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi. Bilib qo'ying, ota-onalar, yoshlar. Birinchi smenadagi so'rovlar ikkinchi smenada qaytalanami degan so'rovlar ham kelayotgan шығар sizga. Bu har yili ko'p, hozir ham ko'p berib turibdi.
Білім бақылаш агентлігінде экспертлер іш алып барады. Бұлар япық режимде ішлейді. Umuman test boshlangunga qadar va test tugagandan keyin ham o'zi ma'lum muddati bor. Ular tashqariga chiqarilmaydi. Yopiq rejimda ishlaydi. Test sinovlari bo'yicha gap ketsa va mana shu dasturlardan tuziladi testlar. Endi takrorlanishına kelsak, har bir abituriyent uchun alohida test materiallari shakllantiriladi. Ya'ni generatsiya etiladi. Boshqacha bo'ladi. Umuman testlarning takrorlanishiga maksimal darajada yo'l qo'yilmaydi. Har kim uchun bunday olib qaraganda individual testlar shakllantiriladi. Lekin shu masalan bir smena uchun O'zbekiston Respublikasining hamma yerda bir bo'lishi mumkin. Individual emas-ku deb o'ylab qolish mumkin. Lekin smenaga individual deb hisoblanamizda. U shu smenada takrorlanishi mumkin, sizga menga tushishi mumkin, lekin bu boshqacha formada bo'ladi. Tushunarli. Abituriyent qanday жағдайларда imtihondan chetlatiladi? Albatta, abituriyentning chetlashtirilishi nafaqat test jarayonida, balki abituriyent hali binoga kirib kelayotgan vaqtning o'zida chetlashtirilishi mumkin. Shu yerdan boshlaylik, ağa. Albatta, shundan boshlash kerak. Nega? Qo'limda bag'ana aytgan ikki hujjatim bor, kechirasiz. So pasportim bor, ham nem bor? Ruxsatnomam bor. So kirajaqman. Endi abituriyentlar mana shu hududga keladi. Hudud deganimiz test bo'lish hududi hisoblaymiz. Masalan, mana Qoraqalpog'iston Respublikasida bilim baholash agentligining Qoraqalpog'iston bo'lim binosi bo'lsa, ikkinchisi o'zi ikkita joyda bo'ladi. Ikkinchisi Qoraqalpoq davlat universitetining sport saroyi. Endi orientir aytadigan bo'lsak, birinchisi biz o'zimizning tilda Gubalak ko'pir deb aytamiz, shuning yonida. Ikkinchisi prezident maktabining yonida. Endi abituriyent ana shu hududga keladi. Hududga kelgandan keyin bizda nolavoy post degan bo'ladi. Nolavoy postni albatta ichki ishlar bilan Milliy gvardiya tashkil etadi buni. Hozirgi paytda o'zi buni ko'rib chiqdik. Bor, ana shu nolavoy postda hamma narsasini qoldirish kerak. Hozirgi siz aytib o'tib ketgan ikkita hujjatdan boshqa hammasini, ruxsatnoma bilan hozir aytgan shaxsni tasdiq hujjatdan boshqa hammasini tashlash kerak. Sumka, boshqa hamma narsasini qoldirish kerak bo'ladi. Endi demak, birinchi postdan o'tdimi, u binoga kirishga keldi. Mana shu yerda albatta abituriyent tekshiriladi, kuzatuvda tekshiriladi. Agar abituriyentda qo'shimcha qanday, masalan, oddiygina bir qog'ozga yozilgan shpargalkami yoki bo'lmasam qo'l soatdagi kalkulyatormi yoki bo'lmasam bugungi kunda endi biz ko'rgan narsamizni aytamiz. Abituriyent hatto mana shu setup deymizmi, mana shunga kameralar o'rnatib kelyapti bugungi kunda. Bu narsani endi keyinchalik asta-asta ko'rsatib boramiz. Ko'p. Hozir aytdim, mana maykalarga yozib kelishlar va futbolkalarga, qo'llarga yozib kelish, bularning hammasi chetlashtirishga asos bo'ladi. Umuman hech narsa. Birinchi postdan keyin sen nolavoy postdan keyin sen qo'lingga ikki hujjatingni ustab, menda hissat yo'q, mana ikki zatdan boshqa deganingdan keyin sen ayrag'ында birinchi postda bir zating уже chiqsa, sen aldagan hisoblanasan-da bunday olib qaraganda. Bu shu yerning o'zida chetlashtiradi. Hali u binoga kirmaydi. Shu yerning o'zida chetlashtirish bu Vazirlar Mahkamasining 210 biz o'zimiz aytamiz 261-sonli qarorda bu tasdiqlab qo'yilgan. 3-apreldagi. Tushunarli. Ko'rsa bo'ladi, lekin endi bu ko'rishga vaqt sayalamaslik kerak. Imkoniyat darajasida o'zining bilimini ishonish kerak bo'ldi. Sonda deb o'ylayman. Asosiysi shu. Masalan, shu yerda ayniqsa bir aytib ketaman, har xil endi bugungi kunda da bilamiz-ku, har xil odamlar bor. Kimdir yordam beraman deydi, boshqa deydi, harakat etamiz deydi. Hech kimning gapini ishonmaslik kerak. Nega? Chunki binoga kirgandan keyin bizda hamma narsa ochiq-oydin ko'rinib turadi. Shunga e'tibor berish kerak. Kirib kelayotgandan boshlab, shu kirish hududdan boshlab abituriyent o'tirib, topshirib chiqib ketaman degancha nazoratda bo'ladi. Qanday nazorat? Birinchi navbatda har bir bilasiz, ochiq-oydinlikni, adolatni ta'minlash maqsadida kameralar bilan jihozlangan identifikatsiya kameralarimiz bor, uzatuvchi kameralarimiz bor, onlayn kameralarimiz bor. Undan tashqari har bir guruhda nazoratchilar bo'ladi. Demak, bunday olib qaraganda har bir abituriyentga individualniy baribir kamera qarab turadi. Har bir harakatingiz kuzatiladi, analiz etiladi. Soning uchun iloji boricha bu zotlarni qilmaganingiz ma'qul, hurmatli yoshlar. Men ajag'alik retidagi maslahatim sizlarga
озатқа фокустың үсті бөлгеннен көре, бір көшіруге, ана шпагалканы алуға, еплеп алып кіруге фокустың үсті қаратқанға қарағанда, мына өзіңіз таярланғанға фокусыңызды қаратсаңыз бар ғой, көплеу шешесіз. Бәрібір мұндай алып, міне, логикалық тараптан ойлап қарасақ, Мұзафар аға, шпагалканы сен бәрібір 1 минут пайдалана аларсан, одан кейін так бәрібір ұстаймыз ал. Так бәрібір түсесен камераға да. Şu yerде бір нәрсе айтып кетемін, Шұратжан, бұл жерде бір нәрсе бар да. Көпшілік емес, айрым абитуриентлер тест тапшырады, кетеді, кейін 0 деген результат шығады. Неге деп сауалларды береді. Көп емес бұл. Бірақ санаулы бар. Яғни қарарда анық көрсетілген, кімдір қазір сіз айтқандай әмәлләп 1 минутта ма, ярым минутта ма немадыр көріп белгілесе, бұл нәрсе тесттен кейін камераға түшкен болса, обязательно көріледі бұл. Тесттен кейін. Камераға түшеді. Нәтиже шыққан бола берсін. Абитуриент зор белгілеген бола берсін. Білесіз, абитуриент бізде башқа жай еш жерде жоқ. Фақат Өзбекстанда бар. Бүгін тапшырды, ертең нәтижесі шықты. Фақат өзінің нәтижесі. Нәтиже шыққан болсын. Лекін ақырғы якуни нәтижесі 0 болып қалған болса, демек білінки бұл абитуриент қайырдадыр қаталашқан. Қандай? Яғни ол қайсыдыр бір шпаргалкадан көшірген да, кейін четләштірілген. Оны қашан четләштіреміз? Ана шу вақытында. Камерада көрінгеннен кейін, бұл біз yuqorida айтып өткеткен низамда тасдиqlangan. Демек, жасылар қараң, мен 1 минут уақытыңыз бар ма екен деп едім ғой. 1 минут уақытыңызам жоқ екен. Пайдасы жоқ екен. Лучше алып кірмең, фокусыңызды тек оқуға, соған қаратың. Бір затқа қаратың фокусыңызды. Кіресіз құда қалесе. Енді соғырақ мүмкінет берілген екен мемлекетіміз тарапынан. Енді және де сұрауларымыз бар. Абитуриентлер ең көп жол қоятын қателер. Қайсысы қателерді қылмауы керек? Сол тест процесінде. Абитуриент бірінші нөбетте хаяжанланады. Неге хаяжанланады? Çünkü тест боладыған жайымыз кәтті сығымлы бұна. Білесіз, аз біз yuqorida айтқан, şu muhtaram президентіміздің қарарлары асасында 43-19 деген қарары бар. Şu асасында hamma абитуриент бір жайда кәтті сығым бинада тест тапшырады. Өзіңіздің тестке кірген уақытыңызды ойланып көрсеңіз болады. Кішкене ғана бір ханада терлеп пішіп тест тапшыра едік. Август. Hazır қандай, hamma bir yerде отырады, оны көріп абитуриентлер хаяжанланып қалады. Шунша абитуриент басым болады да. Мына шу нәрсені шығарып тасташ керек. Басымды мына шундай хаяжанланып шығарып тасташ керек. Бірінші нөбеті сол. Фақат өзіні, мына мен келдім, мына шу менің орным, мына шу жерде мен отырып тест тапшырамын. Білмеген нәрсем болса, тесткече мына назаратчы бар екен. Назаратчы дегеніміз оқытушы. Шу кімніңдір қайсыдыр бір мектептің оқытушысы. Яки болмасам шу жердің адамы. Шу жердің оқытушысы яки болмасам башқа нima болушы мүмкін, xodим болушы мүмкін, лекин назаратчы болады. Тесткече оннан бемалан сорап алышы мүмкін. Қандай yönelişte болушыны. Демек, ана шу хаяжанны тоқтатыш керек. Екіншісі, шундай абитуриентлер бар, ішлеп отырады, қайыргадыр таярланған, яки мектепте, яки болмасам репетиторда таярланғанда біліп тұрыпты. Айтады, тілім ұшында тұрыпты дейді ғой. Білмей тұрыппан дегендей. Ана шундай абитуриентлер бар, шуны башқа жерден қарашқа әрекет етеді. Бияқтан ярдам алышқа әрекет етеді. Ана шу нәрсені тоқтатыш керек. Неге? Чүнки сен яна тарапқа қарадың ма, демек қандайды бір жол ішламақшы болыпсың деп хисапланады да, бұл четләштірішке себеп болады. Фақат өзіне шаныш керек болғаны. Әттек, именно сол жағдайда, әттек назаратшы көрмей қалған жағдайда да камералар бақылауында тұрады ғой. Әлбәтте. О бәрібір көріледі, һәм тексеріледі. Соған әтуарлы болың. Жақсы айттыңыз сол затлардағы. Іштегі енді бірінші кірват, енді кіреді да жасларымыз. Алдын көрмеген о затты. Және қайсысы қателерді қылмау керек аға? Енді қандай хаталар, мәселен, тест жарайында көпшілік хата қылады. Қандай хата етсе? Бояуда ма, мысалы? Аз şu айта жайды, мына көпшілік абитуриентлер хаяжанның арқасынан суды açtың өзінде açаман деп суд төгіп алады. Әлбәтте шундай нәрсе болып тұрған болса, бірінші нәубетте азыр мен айтқан біздің назаратчыдан ярдам алыш керек. Ондан ташқары абитуриентлер бар, абитуриент әлі тестті башлайман дегенше айрым жайларды бояш керек болады. Бояп, өзі хақында малыматтар кіртіш бар, ана şu жерде көпшілік хата етеді.
kitoптың raqamini o'zining javob varaqasına boyashda juda xato qilib qo'yadi. Kimdir o'zining telefon nomerini bo'yab qo'yadi. Bo'yadigan joyga kimdir pasportining ma'lumotlarini yozib qo'yadi. Bu narsalar xato. Undan tashqari so'ralgan zatni so'ralgan yerga to'ldirish kerak. To'ldirish kerak. Bilmasa so'rash kerak. Undan tashqari abituriyentning javob varaqasining eng pastki qismida 4-bo'lim deb aytamiz uni. Javob varaqa eng pastki qismida chetlashtirish dalolatnomasi bor. Alohida chetlashtirib o'tirmiz shuning javob varaqaning o'zida. Abituriyentlar chetlashmagan bo'lsa-da shuni to'ldirib qo'yadi o'zi bilmasdan. Yozmaslik kerak buni. Juda ko'p abituriyentlar uchrashadi. Demak, qarang, hurmatli abituriyentlar, sot testning ishinde, Jarayonda. protsessning o'zida so'ygan qay yer to'ldirmoq kerak dedingiz? Javob varaqasida o'zi abituriyentga ikkita hujjat beriladi biz tarafdan. Birinchisi o'zining shaxsiy nesine kelgan javoblar varaqasi, ism familiyasi bilan turadi. Buni ko'rib olish kerak. Bergan vaqtida eng tepasida turadi. Ism, familiya, отчество. Shuni ko'rib olish kerak. Ikkinchisi test topshiriqlari kitobi. Mana shu javob test topshiriqlari kitobining raqamini javob varaqasına bo'yash kerak bo'ladi. Endi javob varaqasining eng pastki qismida bo'yaydigan joyning eng pastida, eng ostida o'zi ko'rsatib qo'yibdi. Chetlashtirish dalolatnomasi deb ko'rsatib qo'yibdi. Shunga qaramasdan abituriyent to'ldirib tashlaydi-da. Yoki bo'lmasam ayrimlar o'zining familiyasini yozib qo'yadi. Ayrimlar bizning nazoratchining familiyasini yozib qo'yadi. Uni qayoqdan bildi desa, nazoratchida bejik bo'ladi. Shunda yandan o'tgan vaqt qarab qoladi-da, nazoratchining familiyasini yozib qo'yadi. Keyin oxirida qo'l qo'yib bering deydi. Bu degani o'zini o'zi chetlashtirildi deganida. Ana shu narsaga e'tibor berish kerak. Avaylang do'stlar, o'zingiz chiqarib bermang testdan. Yana de so'rovlarimiz bor, ag'a. Negizi so'rov ko'p bu to'g'ri bo'yicha. Endi maksimal darajada men qisqartuvga ham hamma beradigan so'rovni ulug'malashtirishga harakat etdim. Endi imtihon kuni so'yaq qatelermen birgalikda yaxshi natijani olib chiqish uchun bir o'zingiz sotarovning mamani ham boshsiz retinde qanday yoshlarga maslahat bergan bo'lar edingiz? Endi abituriyentlarda bir narsani bilish kerak. Ko'p aytadigan narsam ko'p. Birinchi navbatda abituriyent o'zi qiziqqan yo'nalishga topshirgani ma'qul bo'ladi. Ko'pchilik abituriyent endi repetitorlar mendan xafa bo'lmasin, repetitorning aytgani bo'yicha ketib qoladi. Sebebi repetitorga natija kerak. Natija kerak. Endi buni o'zi biladi, lekin abituriyent yoki ota-ona shu ota-ona baribir yo'naltirib berib turibdi. Abituriyent o'zi qaysiga qiziqsa, ana shunga topshirgani ma'qul bo'ladi. Nega? Chunki masalan meditsinaga topshiradi. Bilasiz, 5 yerga topshiramiz. Oxirinda boshqa bir yo'nalish, biologiyani boshqa belgilaydi-da, u ustunlik asosida biologiyaga kirib ketadi-da, keyin yo'q, men bu yoqqa o'zgartirib bering deb o'tiradi. Uning imkoniyati yo'q. Shuning uchun birinchi navbatda abituriyent o'zining xohlagan, birinchi navbatda o'zi xohlagan, keyin o'qituvchisidan so'rasin. Men mana shuni xohlab turibman, lekin topshirsam bo'ladimi? Xohlasa so'rasin, lekin birinchi navbatda o'zining ichki bir narsani qarash kerak-da. Men ertaga shu mutaxassis bo'laman shu yo'nalishda degan narsaga qarash kerak. Sababi agar o'zi qiziqmasa, menimcha oxirinda baribir u yetuk mutaxassis bo'la olmaydi. Baxtli bo'lmaydi bunday olib qaraganda. Keyin imkon darajasida testga bilasiz, testga bir kun qolganda ko'pchilik abituriyent bir o'zini yo'qotib qo'yadi. Endi qanday bo'ladi, kirmay qolsam qanday bo'ladi? Kirmay qolsam kirib ketaman deb bemalol bo'lish kerak. Hayajonlanmaslik kerak, bemalol bo'lish kerak. Imkon darajasida shu bir kun oldinmi, bilmadim, 2 kun oldinmi, men endi uni bilmadim, psixologga ko'proq biladi. Dam olish kerak abituriyent. To'g'ri. Boshini bir hamma narsadan chalg'itmaslik kerak. Shunday endi o'qituvchi desak, o'qituvchi zo'r hammasi. Shunday bir nelar bor, repetitorlar bor. Oxirgi kungacha mana shu yerda o'shab turadi. Oxirgi kungacha endi u nagruzka bo'ladi. Bola uchun nagruzka bo'ladi bu narsa, menimcha. Endi yana biroq baribir abituriyentning o'zi biladi, yo'q, men oxirgi kungacha tayyorlansam zo'rman deganlar bo'lsa, bemalol tayyorlansa bo'ladi. Lekin ko'proq dam olgani o'zi uchun yaxshi. Ma'qul. Keyin testda bemalol o'tiradi, hayajonlanmaydi. Dam olgan odam darrov bilinadi. Bir kun dam olsangiz qanday zo'r ne bilan ishlaysiz. Durust. Bilaman, endi
ондай абитуриенттер hem шығады аға. Өзінің нәтижесінен наразы болған абитуриенттер қандай тәртіпте мұражат етеді, не қылу керек, қайерге мұражат ету керек деген затлар. Енді бұл жерде абитуриенттерге қазір наразылықтың екі түрлі формасы бар бұл жерде. Біріншісі абитуриент шу тест процестің өзінде қайсыдыр бір сауалға яки қайсыдыр бір сауалдың жауабына наразылық білдіреді. Тоғры жауап жоқ дейді, яки болмаса хата сауал берілген дейді, яки қайсыдыр бір сөз түшіп қалған дейді. Ана шундай уақытында абитуриент диққат етіш керек. Шу уақыттың өзінде назаратшыға айтыш керек. Неге? Мана шу жердің өзінде etiraz білдіріш бланкіміз бар. Ана шу жердің өзінде тесттің уақытында. Тестті тамамлады, тесттен кейін etiraz бланкысын толтырып кетеді. Мана шу сауалдың мына шу жауабы натоғры. Яки болмаса сауал натоғры берілген, яки болмаса жауап натоғры. Яки болмаса ikkita жауап беріп кетілген. Umuman шикаят білдіріп кетіш имканияты бар. Шу жердің өзінде. Бұл біріншісі. Екіншісі бұл апелляция дегені. Біз yuqorida айтып өтіп кеткен 261 санлы қарарда апелляция беріш тәртібі бар. Тест сынаулары yakунланды, нәтиже шықты. Нәтиже шыққан күннің ертеңін емес, yakuniy нәтиже шыққан күннен кейін 10 күн davomida апелляция беріш мүмкін абитуриент. Бұл апелляция демек алақыда көріп шығылады. Шу жерде бір нәрсені абитуриентке айтып өтіп кетіш керек. Апелляция көрілмейдіген вазиятлар бар. Қандай уақытында апелляция көріп шығылмайды? Абитуриент тарафынан онға берілген тест материалдары толық толтырылмаған болса. Айрым абитуриентлер тестке кіреді де, асауасан шу жауап сауалар менен шешеді, сауалар тестті жауап арқасынан бояп тапшырып шығып кетеді. Сауалар кітабының, тест тапшырықлары кітабы деген, шу кітаптың ташқарысына ісім, фамилия, отчество yazады, пәсіне имза қоймай кетеді. Бұны уақытында апелляция көріп шығылмайды. Себебі о толық толтырылмаған hüccet есептеледі мындай алып қарағанда. Бұл қол қойса мен тасдиқладым дегені. Бұл кітап анық менікі дегені. Har qanday уақытында абитуриент тасдиқланмаған нәрсесіне etiraz білдіре алмайды. Mana shunga e'tibor berish kerak. Eng asosiysi mana shu. Түсінікті. Ата-аналар перзентлерін қабыл процесінде қандай қолдап қуатлауы керек деп ойлайсыз? Әлбетте. Бірінші нәубетте шу енді өзіміз ата-анамыз. Шу farzandini шу testga yaqin agar imkon bo'lsa shu dam olish bersin. Dam oldirsin. Ko'proq motivatsiya bersin. Qism жүклемесін, басым болып қалмасын. Ko'proq motivatsiya berish kerak. Zo'rsan, sen zo'rsan. Mana shu testdan o'tib ketasan. Yana qanday yetish mumkin? Umuman shu qo'llab-quvvatlash kerak-da. Ota-ona qo'llab-quvvatlash kerak. Menimcha сол дұрыс таңлау һәм кейін дәм беру керек. Motivatsiya berish kerak. Menimcha abiturientda shuncha imkoniyat bor, yuqorida aytdik. Abiturientlarda imkoniyat ko'p, faqat shuni endi ro'yobga chiqarish kerak bo'lgani. Muzaffar aға, sizге үлкен рахмет. Подкастымызды әзірше сүйерде жұмақлап, бірінші бөліміні жұмақлап тұрамыз. Ата-аналар һәм жастар қандай сорауларыңыз бар, комментарияда әлбетте жазып қалдырың. Бұл видеоны максимал дәрежеде ата-аналарға һәм барлық абитуриент жастарға тарқатып қойың, себебі тіккілі осы тараудың үлкен басшысы келіп, біздерге өз пікірлері, сіздер түсінікмеген сорауларыңызды, жерлеріңізді түсіндіріп беріп жатыр. Және де қосымша сораулары болса жазып қалдырсын. Осы сораулардан келіп шығып, Мұзафар ағаның уақытынан келіп шығып, әлбетте біз және осы подкасттың екінші бөліміне түсіруге де әрекет етеміз. Подкаст ақырында жастарға, ата-аналарға тілектеріңіз. Абитуриенттердің hammasine omad тілеймін. Өзінің шу ниеті болса оқша кіріп кетсін. Ата-аналарға да шу балаларын, farzandlarini qo'llab-quvvatlasin, yo'nalish bersin, yanında tursin. Omad hammaga. Рахмет, Мұзафар аға, сау боласыз. Қымбатлы уақытта ажыратқаныңыз үшін үлкен міннетаршылық білдіреміз. Орта подкасттың бұл саны да өз жұмағына жетті. Кейінгі салаларымызда көріскенше сау болың. Пікірлеріңізді комментарияда жазып қалдырың. Кейінгі салаларымыз қайсы темада болсын, ол да бізге қызық, себебі сіздердің сұранысыңыздан келіп шығып, біз осындай темаларды алып шығамыз. Көріскенше.